Navoiy shahrida har doim ham uchrayvermaydigan ta'mirga ega bo'lgan xonadonga yetib kelganmiz. Ikkinchi qavat, ikkita balkonli xonadon 9-mikrorayon hududidamiz. Ushbu xonamiz asosiy katta mehmonxona qismi, polimiz to'liq laminat bo'lgan, juda ham chiroyli ta'mirga ega, alohida e'tibor berasizlar, did bilan qilingan, hamma ranglar sachitaniya tsvetov deydi-ku, xuddi shunday ranglar kombinatsiyasi juda ham chiroyli tanlangan va isitish tizimiga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Mana shunaqa katta radiatorlar qo'yilgan. Eshik, deraza, romlari qimmatlardan o'rnatilgan. Demak, asosiy katta mehmonxona qismini ko'rib o'tdik. Bu yoqda mebellar qo'yilgan hamda bu tarafga katta bitta televizorni qo'ysangiz mana shu yerda o'rnashadi. Keling, eshiklarga ham e'tibor bering. Mana shunaqa chiroyli eshiklar qo'yilgan holatda biz asosiy kirish eshigidan boshlab tushuntirib o'tamiz. Mehmonxona qismini ko'rib o'tdik. 2 xona, 3 xona qilingan xonadon. Bu tarafga to'g'riga o'tadigan bo'lsak, pirxoji mebel qo'yilgan chiroylilardan hamda bu yotoqxona qismi. Yotoqxona qismida ham parda, lyustra, laminat hamda televizor uchun mana bu o'rnatilgan panellarning ranglari hammasi bir-biriga uyg'unlashtirilgan, juda ham did bilan ta'mirlangan xonadon. Demak, ko'rishimiz mumkin yuvinish xonalarini alohida qilingan. Vanna qismi pastda chiroyli mana shunaqa ishlov berilgan LED chiroqlar orqali va hojatxona qismi to'liq kafil bo'lgan. Hamda keling, yo'lak bo'ylab biza 2 xona, 3 xona qilingan variantdagi ovqatlanadigan joyimizni ko'rishimiz mumkin. Eski domlaning loyihasi bo'yicha bu yerda oshxona bo'lishi kerak. Oshxona balkonga ko'chgan holatda balkonimizda mana shunaqa ovqat tayyorlash uchun chiroyli sharoitlar yaratib qo'yilgan. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin oxirida mikrovolnovka yoki duxovkalarni mana shu yerda qo'yish sharoitlari ham yaratib qo'yilgan. Xolodilnikni mana shu joyda o'rnashtirasizlar. Hamma qulaylik ushbu xonadonda yaratilgan. Faqatgina agar xohlasangiz palos to'shaysiz, chiroyli paloslardan va xonadon yana ham go'zallashadi. Xonadonimiz 9-mikrorayonda joylashgan. To'g'rimizda Ichki ishlar akademik litseyi, orqamizda 12-11 maktablar joylashgan. Maktab bog'chadan ushbu hududda muammo yo'q. 4 qavatli domning 2-qavatida joylashgan. 2 xona, 3 xona qilingan, ikkita balkonlik lyuks ta'mirga ega bo'lgan ushbu xonadon narxi 660 million so'm. Ustida kelib savdolashsalaringiz bizlar bilan birgalikda o'tib beriladigan joyi bor. Albatta ipoteka varianti ham ko'rib chiqiladi. Kimga ushbu yevro ta'mirga ega bo'lgan xonadon qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizlar bilan pastdagi raqamlar orqali bog'lansalaringiz bo'ladi. Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'lsangiz, mana shunaqa yaxshi xonadonlarni arzon narxda doimo ko'rib olasiz.